Muhtaram Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni, faxriy qorovul, shaxsiy tarkib tantanali hisoblandi. Aziz vatandoshlar, 14-yanvar yurtimizda Vatan himoyachilari kuni bayram sifatida nishonlanadi. Hammamiz xabarimiz bor. Darhaqiqat vatan muqaddas makon. Uni himoya qilish, dushmanlardan asrash, ravnaqi va farovonligi yo'lida xizmat qilish har bir insonning muqaddas va buyuk burchi hisoblanadi. Vatan sarhadlari daxlsizligini ta'minlash, yurt sha'ni va or-nomusini ko'z qorachig'idek asrab-avaylash shu zaminda yashayotgan har bir iymon, e'tiqodli va ixlosli farzandlarni muqaddas burchimiz hisoblanadi. Buni har bir inson yaxshi his qilish kerak. Bugun mana shunday xizmatda turgan vatan himoyachilarini ham Alloh uchun muborakbod etamiz. Bugun mana shunday siz bilan biz issiq joylarda, yozni saratonida, obdoda salqin joy qidirayotganimizda ular mana shunday qiyin vazifalarda turadi. Ayniqsa harbiylarimiz, milliy armiyamiz. Alloh salomat qilsin. Alloh ularni ham oilasida ko'p xursandchilik bo'lishlarini o'zi nasib aylasin.